Mana shunday yuk mashinasi ichiga to'ldirib eshak olib ketayotgan haydovchi Jizzaxda qo'lga olindi. Joriy yilning 15-mart kuni Jizzax viloyati G'allorol tumani hududida joylashgan Sangzor 15 blokpostida xizmat olib borayotgan yo'l-patrul xizmati xodimi tomonidan Toshkent-Termiz yo'nalishida harakatlanayotgan Isuzu rusumli yuk mashinasi to'xtatish ishorasi berilganida xodimning qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirib qochib ketgan. Haydovchi qonun talabga amal qilmasa harakatlanib ketdi. Men to'xtash chorasini ko'rib, haydovchining hujjatlarini olib planshet orqali tekshirganimda transport vositasi qidiruvda ekanligi aniqlandi. Haydovchidan nima yuk borligi so'raganimda, transport vositasi yukxonasida qo'y borligini ma'lum etdi. Transport vositasi qidiruvda ekanligidan shubhalanib, xolislar ishtirokida yukxonasini ko'zdan kechirganimda, qo'y emas, eshak borligi aniqlandi. Eshaklar jami 18 bosh bo'lib, ularni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan haydovchi sanitariya qoidalariga amal qilmay olib ketayotganligi aniqlandi. Sodir etgan qoidabuzarligingiz bo'yicha sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasiz vaqtincha olish jarima natijasiga qo'yamiz. Aka, shuni qilmasakchi, mana shu pulni olib qo'ying. Yo'q. Xuddi shunday qilar ishni qilib qo'yib, xizmatdagi xodimga 2 million so'm pora ham taklif qilibdi. O'z kasbiga sodiq yo'l-patrul xizmati xodimi holat yuzasidan rahbariyatga ma'lum qilgan. Hozirda mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasiga asoslangan holda jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eshaklar nima maqsadda olib ketilayotganligi noma'lum. Bular kimningdir xonadoniga go'sht bo'lib kirishi mumkin edi balki. Yuqoridagi kabi xodimlar bor ekan, bu kabi holatlarning oldi olinaveradi, unutmang.